Tarixda ba'zan shunday hukmdorlar bo'ladiki, ular taxtga chiqqan paytida hech kim ulardan buyuklikni kutmaydi. Balvin to'rtinchi ham ana shunday qirol edi. U atigi 13 yoshda, kasal va siyosiy jihatdan bahsli. Unga na cherkov, na zodagonlar ishonardi. Ammo aynan shu past baholash, aynan shu beparvolik va sovuq hisob-kitob oxir-oqibat Qudus qirolligining eng kuchli hukmdorlaridan birini yaratdi. Balvinning otasi Amarik I tirikligida Balvinni hech qachon o'zidan keyingi taxt vorisi sifatida e'lon qilmaydi. Bu narsa shaxsiy emas, balki siyosiy sabablar tufayli edi. Balvinning onasi Agnes de Courtenay Amarik I bilan nikohi cherkov tomonidan ular qarindosh bo'lganligi tufayli bekor qilingan edi. Nikoh bekor qilingandan so'ng ham Balvin qonuniy shahzoda edi, ammo siyosiy jihatdan noqulay nomzod. Amarik I esa qirollik barqarorligini birinchi o'ringa qo'yadi va Balvinni hech qachon ochiqchasiga voris deb e'lon qilmaydi. U aksincha ikkinchi marotaba turmush quradi va ikkinchi turmushdan tug'iladigan o'g'il farzandlaridan birini o'zidan keyingi taxt vorisi qilishni rejalashtiradi. Balvinni otasi yaxshi ko'rardi, ammo uni o'zidan keyingi qirol sifatida ko'rmasdi. Va bunday narsani saroy va zodagonlar juda ham tez sezadi. Balvinning bolaligida saroyda uni hech kim kamsita olmagan, lekin haqorat qila olmagan, ammo unga faqatgina qirolning o'g'li sifatida hurmat ko'rsatishgan xolos, hech qanday iliqlik bo'lmagan. Qachonki Balvin 5, 7 yoki 8 yoshligida uni William of Tyrening uyiga jo'natishadi. Rasmiy sabab ta'lim edi, ammo aslida uni saroydan uzoqlashtirishdi. William o'sha davrdagi buyuk tarixchilardan biri, bilimli ruhoniy, lekin saroyda hech qanday siyosiy kuchga ega emas edi. Williamning uyida Balvin boshqa oddiy zodagon bolalarning farzandlari bilan birgalikda bir xonada ta'lim oladi va aynan William Balvinning moxovga chalinganligini eng birinchi biladigan, ya'ni shu narsani sezadigan insonlardan biri edi. Balvinning moxov kasalligi chalinganligi aniqlangandan so'ng saroydagi sovuqlik yanada oshdi va Balvin butkul yolg'izlandi. Saroydagilar avval Balvinga balki taxtga o'tirib qolishi mumkin, agarda hech qanday boshqa variantlar bo'lmasa taxtga o'tirishi mumkin deb qarashgan edi, toki Balvinni moxov kasalligiga chalinganligi aniqlanguncha. Bu kasallikdan so'ng saroydagilar va zodagonlar butkul uni taxtga chiqishi haqida umuman o'ylashni to'xtatishdi va barcha odamlar, barcha zodagonlar Balvindan masofa saqlashni boshlashdi. Ammo 1174-yilda Amarik I to'satdan vafot etdi va saroy va cherkov oldida bitta sovuq savol bor edi. Kim taxtga o'tiradi? Izabella Amarik Ining ikkinchi nikohidagi qizi va u siyosiy jihatdan eng xavfsiz variant, ammo Izabella juda ham kichkina va agar Izabella taxtga chiqsa, taxtni uning onasi boshqarardi va albatta zodagonlar va cherkov buni xohlashmadi va ular Balvinni taxtga chiqarishdi, chunki Balvin yosh, kasal va erkak voris edi. Cherkov va zodagonlar Balvinni shunday ko'rishdi. U eng xavfsiz variant. U baribir uzoq yashamaydi. Va ular Balvinni xohlashganliklari uchun yoki taxt vorisi bo'lganligi uchun emas, balki shunchaki eng zaif variant bo'lganligi uchungina taxtga o'tkazishdi. Balvin taxtga chiqqan vaqtida cherkov uni shunchaki vaqtinchalik deb hisoblashdi. Zodagonlar esa biz uni osongina boshqaramiz deyishdi va hech kim undan mustaqil fikrlashini, mustaqil qarorlar qabul qilishini umuman kutmadi ham.
Ularning nazarida Balvin shunchaki kasal bola va ularning mamlakatni boshqarish uchun ularning yordamiga muhtoj edi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular o'ylagandek bo'lmadi. Balvin ular o'ylagancha tez unmadi. Balvin har doim barcha zodagonlarning unga bergan fikrlarini tinglardi, ammo ularning bergan takliflariga har doim ham amal qilmasdi. Faqat o'zi qaror chiqarardi. Va u aniq bir qaror chiqarardi va nima uchun bu qarorni chiqarganligi to'g'risida ularga hisobot ham berib o'tirmasdi. Va tez orada zodagonlar va cherkov anglaydiki, ular xato o'ylashgandi. Ular Balvinni faqatgina kasalligi to'g'risida o'ylashgan edi xolos, ammo uni yillar davomida o'z davrining eng yaxshi tarixchisi tomonidan o'qitib tarbiyalanganligini hech kim hisobga olmagan edi. Va vaqt o'tishi bilan ular anglashadiki, ular Balvinni boshqara olmaydi. Tarixda Balvin singari bolaligida 9, 8, hattoki 4-5 yoshda taxtga chiqqan qirollar va qirolichalar Yevropada juda ham ko'p. Va ularning taqdiri deyarli bir xil. Zodagonlar tomonidan boshqarilishadi, juda ham tez vafot etishadi. Chunki ularning tug'ilishi bilanoq ular aniq ediki, taxt vorislari. Va barcha zodagonlar ularga har doim muloyim, yaxshi muomala qilishardi. Va shu orqali ular qachonki juda ham yosh taxtga chiqqanlarida ularni osongina manipulyatsiya qilib boshqarishardi. Ammo Balvinda bu holat anchayin boshqacha, umuman teskarisi edi. Balvin taxtga chiqmasidan avval hech kimning xayoliga kelmagan edi-ku u taxtga chiqishi. Shu tufayli hech bir zodagon unga juda ham muloyim yoki juda ham yaqin munosabatda bo'lmagan. Hamma o'zini undan uzoq tutardi. Va qachonki Balvin taxtga chiqib, Quddusning qiroliga aylanganda esa hamma muloyim munosabatda bo'lishga boshladi. Va Balvin tushunadiki, insonlar sizga yaxshi munosabatda bo'ladi, qachonki siz foydali bo'lganingizdagina. Va Balvin buni tushunib turardi va shu tufayli ham hech bir zodagon oilasi yoxud cherkovning o'zi ham uni boshqara olmadi. Balvinning hissiy jihatdan ham juda ham kuchli, ya'ni juda ham tartibli bo'lishining sabablaridan biri Balvin atigi 2 yoshida onasi qolgan edi. Ya'ni uning otasi va onasining nikohi cherkov tomonidan bekor qilingach, Balvinning onasi Quddusdan chiqarib yuboriladi va Balvin onasi bilan deyarli umuman ko'rishmaydi. Va xuddi shular bolalikdagi yolg'izlik, hech ham kamsitilmagan, ammo doimo bir chekkada qolib ketish Balvinni aslida eng katta va eng kuchli qiroliga aylandi. Qachonki u juda ham yosh bo'lishiga qaramasdan taxtga chiqqanda, uni boshqa yoshligida taxtga chiqqan qirollar yoki qirolichalar singari qo'g'irchoq bo'lib qolmasligini oldini olgan va uni butkul mustaqil davlatni boshqara olishga yordam bergan hayot saboqlari edi. Ya'ni yolg'iz qolish, har doim e'tibordan chetda qolish va u insonlar sizga har doim yaxshi munosabatda bo'ladi, qachonki siz ulardan ko'ra kuchliroq va foydaliroq bo'lganingizdagina. Va Balvin bu haqiqatni juda ham erta anglab yetgan edi.